Shukronani yozish qanchalik foyda? Shukrona bu shunchaki yaxshi so'zlarni yozib qo'yish emas, o'zidagi bor narsalarni yozib qo'yish emas, balki bu insonni ongidagi yetishmayapti, bo'lmayapti-yu degan yetishmovchilikdan barakaga o'tkazib beradi. Ya'ni bor narsalaringiz ko'payishiga sabab bo'ladi qaysidir o'rinda. Qo'rquv, qarz, xavotir chastotasini pasaytiradi, insonni qabul qilish holatiga kiritadi. Shukrona yozib uy olsa, qarzdan qutulsa bo'ladimi? Bu to'g'rimi? Bu yerda sal noto'g'ri tushunchalar bor, chunki shukrona yozish orqali uy, masalan, qaysidir kimdandir masalan eshitmagan bo'ladi, qaysidir qizlar shukrona yozib uy oldim, shukrona yozib qarzdan qutuldim deyishadi. Endi u onglar har xil, ya'ni ong holati har xil bo'ladi. Sizni energiyangiz, hislaringiz, fikrlaringiz masalan uy olishga tayyor bo'lsa, qaysidir o'sha shukrona yozganingiz uchun, minnatdorchilik yozganingiz uchun ochilib ketgan bo'lishi mumkin. Shukrona bu yordamchi, qaysidir o'rinda sabab bo'ladi. Ong ostida tayyor bo'lsa, uy olishga energiyasi tayyor bo'lsa, uy kirib keladi. Lekin o'z-o'zidan qarzni yo'q qilib bermaydi. Bu podsoznaniya bilan ishlanish kerak. Qanaqa to'siqlar borki, siz qarzdan chiqib keta olmayapsiz, qanaqa ishonchsizliklar borki, hadeb qarz ustiga kirib ketyapsiz. Lekin bu shukrona yozishi foydasi ongni to'g'ri qarorlarga ochadi. Masalan, siz qarzdasiz, qarzdan chiqib keta olmayapsiz, keyin yana qarz olay, yana kredit olay deb emasdi. Yo'q, bu yerda hozir stop qilaman, qarz olmayman deb mana shu borim bilan ishlab, mehnat qilib harakat qilaman degan to'g'ri qaror berishingiz imkoniyati bor. Chunki imkoniyatlarni ko'rish osonlashadi, harakat, sabr, rizq yo'llarini kengaytirib beradi. Shukrona holatida bo'lgan inson to'g'ri qaror qabul qiladi va Alloh unga sabablarini ochib beradi.